Assalomu alaykum, men Banu. Bugun sizlarga Istanbuldagi eng mashhur va tarixiy joylardan biri Fatih masjidiga olib keldim. Bu masjid oddiy joyda emas, balki qadimiy 12 havoriylar cherkovi bo'lgan hududda joylashgan. Shaharni qurgan imperator Konstantin Quddusdan havoriylarga oid muqaddas yodgorliklarni olib kelib, shu yerga qo'ygan. Hatto o'zi ham bu joyga dafn etilgan edi. 1204-yilda Lotin istilosi paytida cherkov vayron qilingan va qabrlar talon-taroj qilingan. Shundan so'ng Fatih Sulton Mehmet bu muqaddas hududda masjid qurdiradi va vafotidan keyin o'z vasiyatiga binoan shu yerga dafn etiladi. Shu sababdan shaharni qurgan Konstantin va uni fath etgan Fatih Sulton Mehmetning qabr joylari yonma-yon joylashgan. Masjidda o'qilgan ilk va'zda endi bu yer islom diyori deb e'lon qilingan. Shu kundan boshlab Fatih tumani Usmonlar davridan diniy va ilmiy markazga aylangan. Masjid darvozasida katta yozuv bor. Sulton ul Azam Fatih Mehmet Xon deb bitilgan. Shuningdek, uning Fatih laqabi Qur'ondagi Fath surasidan olingan. Alloh bu surada biz senga ochiq-oydin g'alaba ato etdik deb marhamat qiladi. Istanbulni zabt etgan Mehmet ham musulmonlar uchun o'sha g'alabaning ramzi bo'lib qolgan. Shu bilan birga bu masjid nafaqat ibodat joyi, balki tarixning jonli guvohi sifatida hanuzgacha ko'plab sir va hikoyalarni o'zida yashirib turibdi.